Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede size acırızdı. Washington'da sözlerimiz bugün çislağı 2020 yıl 9. ayının 26. günü haftaga şembe tünügün türlü hata etip keçirenler. Çekti ki 5'deki çislağı qaraşqıma vaktim yok. Beni keçirenler vatandaşlar. Bugünkü vaziyet doğrusu gap qiladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan davlat ishlar katibi Mike Pompeo Jungo Kompartiyasining Amerikada yoshirin faoliyat qilayotgan birlik sap gruppasi to'g'risida fikr bayon qildi. Bugun vatandoshlarga shuni atrofli anlatamiz vatandoshlar. Vaziyet ana shu. Naydi inchki vaziyet. Diqqat qiling bunga. Mavzu mundaq. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Amerikada faoliyat qilayotgan Jungo Kompartiyasi Birlik sap tashkilotining faoliyatlarini nazorat qilyapti deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 9. ayının 26. günü Amerika Ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Davlat ishlar katibi Mike Pompeo mushu hafta Amerika shtatlik hukumatlarga Jungo Kompartiyasining ta'siridan saqlanish to'g'risida murojaat e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Davlat Mahkamasi navbatda dal hozir Birlikka keltirish jamiyati Xitoy yana boshqa bir Amerika davlat ichida faoliyat qilayotgan Jungo Kompartiya Birlik sap tashkilotining faoliyatlarini nazorat qilyapti deb ko'rsatdi. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo 9. ayının 23. gün Wisconsin shtatlik parlamentda nutq so'zlaganda shtatlik parlament va Jungoning xirislari mavzusida nutq so'zlab, davlat ishlar katibi Mike Pompeo Amerikaning har qaysi shtatlari va yerlik hukumatlari Jungo Kompartiyasi va uning go'mosh tillarining Amerikaning yerlik hukumatlariga nazorat qilish va yerlik hukumatlarga qarta jasuslik faoliyatlari bilan muomala qilishidan hushyor bo'lishga, pahas bo'lishga ogohlantirdi. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Navbatda Davlat Mahkamasi dal hozir Amerika davlat ichida faoliyat qilayotgan ishga tashkilot Jungo Kompartiyasi Birlik sap xizmat gruppasi tashkilotlarining faoliyatlarini tekshiryapmiz. Uning biri Amerika Jungo do'stlik jamiyati, the US deydigan China Friendship Association deydigan inglizcha. Onun ikkinchisi Jungoni tinch yo'l bilan birlik keltirishni ilgari surish jamiyati. Buning inglizcha The China Council for the Promotion of Peaceful Reunification deydigan buning ismini inglizcha vatandoshlar. Jungoning birlik sapidan pahas bo'lish, hoşiyar buluş. Davlat ishlar katibi Mike Pompeo Jungo Kompartiyasining Birlik sap bölümü boshqarayotgan qarindosh hamshiri shaharlar to'g'ri yoki shaharlar turi kechiringlar. Jungo Kompartiyasi Birlik sap bölümünün qo'l ostidagi tashkilot Jungo Xalq tashqi do'stlik jamiyati ning ismini atab ko'rsatdi. Davlat ishlar katibining Davlat ishlar katibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi.
Cungo Xalq Tashqi Dostluq Cemiyeti bu teşkilatның ismi qaramakka ziyansızdır. Ziyan zahmet yetkizmeydi qaramakka. Lekin bu teşkilat əməliyyatda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Birlik Səhv Xizmət Bölümünün təşqi təşviqat quralıdır. Mavzudunun sözü bilen aytqanda, qurallıq görəş, partiya quruluşu, Birlik Səhv bu Cungo Kompartiyasının 3 tane ən güçləridir. Dövlət İşlakatı Mike Pompeo ştatlıq parlament əzalarına mundaq dedi. Amerikanın mənfəətini qoğdaş huşyarlıq, ştat dərcilik parlament əzalarından başlanıdır. Devamını anlayış, hörmətli vətəndaş.